Bak eskiken sen eğer topumda tapamasam tutumunu çişlep üzüm olayım. O top benim. Top benim. Bu topumu biz oynayalım. Oldu uğraşmanla. Top gölcek küçük gitti. Bana çerçi topunu ekileyli. Mokol. Eşmiyorlar. Sınba, eşmiyorlar. Çakkan bununla. Buradan çıdasıymış. Makul. Qani top. Mana. Seni kuşqaş qol түскен. Endi putum üzülmeydigan bo'ldi. Ağzını yum, endi sen bilan o'ynamayman. O küçük, ecep yemanken ha? Ben bulsam çatak çıkamaydım ha? Açıqlanma. Amal qilib topni. Hey, top neyle işte biz üstümüz galere. Uçma lan ha, bırak. Yavaş tapsak bulattı. Yaraysan Bimbo, yaraysan. Yaraysan. Bizga mushada qo'zaloqga ish kuchilar pash turgan yog'ashlar. Qarala, o'g'ri xatarlik harakat ishlaydigan bo'ldi. Qarab turinglar. Kuchab ishlasiz. Chapsa kuchlansiz. Kuchyapti men qo'mini. O'ycan. Juda ishdi. O'ycan. Rahmat Bimbo, bizni qutuldirib olganing rahmat. O'ycan. Amsime düşme. Hadi işki. Sakırdım. Oy. Hey Uruk, sen denizime bakkan yüzümüzü tökmedin mi? Haram olmadı mı sen?
Nem buluştu? Uxluğulu koymay. Ha? Vaklaş mı sağlamam da? O nereden peyda oldu? Ha? Ulan! Hemmiyede dankı bas Sınba mı bu? O danlık nakşçı. Şundak mı? Ha, dostum bimbo mu okudu iken? Menin nakşçı digili bulmaydı, bırak nakşı menin cinim. Bey, bizdi maqtan atıdı. O özünü köz batıda xudu paraxod geylik adamladık. Ha, deniz kanakçıları ama nakşlı perak etelim da? Elbette. Emse bir et bak, men bir bağla bakayım. Makul, anla ha? Etmem yaptı etti, kaltısken. Hocam. Hazır çentırdı. Bir o nakşı etip atladı. Nakşı etiştim buranın avazın taşı vardı. Nakşıladı ben şunda. Toğra. Şunda kalktı ba, men çok işlerden durgun nakşçını köygen. Hemmisi avazını takşıydı ki. Mankara, men skripka bilan tankash qilib beray, bo'lamda? Ben köpçülükке İtalyan nakştin birini et bire. La 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 la. Hey, boldu çama, bize eti verey. Ha, çama. La 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 la. Paraxod tegidek signaldan anlik niye sığılıp oğudek cuma? Ona da kapitanın çırığı yaxşı. Bu yuqur avazlık nakşı emas, oyunçuqluq avazı okşaydı iken. O vakır avatıdı. Yaxşı, nait yaxşı. O kaltısı etti cuma. Ha, benim senetimde fakat çelmez gelsile. Tüh! Men sizlarni devletimizga taklif qilaman. Taqatgan nurimizning qanchalik yo'riq ekanligini ko'rib yiqinglar. Barimiz, cho'qim barimiz. Men topni ilib olsam bulamdi. Albatta bo'ladi. Bizga texi top o'ynab bersan. Men sen o'ynab beraman, ular o'ynab bermayman. Ochiq o'tirgan to'g'ri, ochiq yonmadi. Yuringlar, bizga ergishib meninglar. Biz panusga o'xshaymiz. Qo'rqmasanglarmi bo'ladi? Biz yo'l boshlaymiz. Hazır, yerim geçip tursuma, gündüzdeki ürtüvetti. Şu emasmi? Bo'ldi do'stlar, tez meninglar. Bu yerga kelganinglarni kutib olamiz. Bu yoq bilan meninglar. Sen oldinmi oldin? Kiringlar, ordimizga kiringlar. Bek chiroyli ekan.
Altın göver degan samotekka ko'ding axir fursat keldi. Qadrli do'stlar, ayol podshoh oliylari sizlarni qabul qilmoqchi. Chaqsam bo'linglar. Taklifimizni qabul qilib, davlatimizga kelganinglarga rahmat. Atrofinglardagi boshqa maxluqlarning turmushidan xabardor bo'lsanglar, bu sizlar uchun foydali. Ular sizlarga faqat o'xshamaydi. Aya qaranglar, u sizlarning tasavvuringlardagi oltin emas, balki roda. Ichidagi mineral moddalar bizga kuch-quvvat ato qiladi. Biz shuningdan oziqlik qabul qilamiz. Shuningga tayinib turmush kechiramiz. Avadamma o oltin emaskan. Biz yerda qo'shibdik. Bu kollektiv bir necha guruhga bo'lingan. Ishni tugitib ko'ngil ochamiz. Biz o'rmonlikda ko'ngil ocholmaymiz. Mening guruh xo'jayinlarim meni ko'ngil ochib qo'ymaydi. Bu yerda biz emgak mevalardan tang bahramon bo'lamiz. Shunga ko'ngil etishmaylan o'rtaq ko'ngil bo'ladigan faoliyat. Oliylari, men ro'yxatga yiqilasam bo'lamdi. Sizlar ularning oziqlikni qanday qabul qilganligini ko'rib baqsanglarmi bo'ladi. Qiziq ekan. Bu yerdagi ro'yxat ajoyib ekan. Sen boshqa faqra qo'ng'izlar qaraganda bakrak baqiraydi ekansan. Nimishqa? Men boshqalar qaraganda jiq oziqlik qabul qilaman. Men bu yerda ishlasam qo'rqmaymanmi? Buni ayol podshohimizdan so'ra. Sizlar turmushinglarni bek opman o'rinlashtiribsizlar. To'g'ri, sizlarga shunday qavisim kelyotdi. Men sizlardek yozsam deyman. Biz butunlay cho'ng iyiq yulduzlar to'piga tayinamiz. U bizning yo'lboshchimiz, bizga kuch-quvvat, aql-farosat beradi. Biz davlatimizda mangu shuningga tayinib yashaymiz. Oliylari, o'rmonlikdimi mush kuch hosil bo'lamdi? Sen bu kuchga erishmoqchimi? Albatta erishmoqchi. Sen erishsan, sening dadangdek aql-farosatlik, irodalik ekanligingni ko'rib baxtxo'sh bo'ldim. Men tech kichik, buni uqmayman oliylari. Cho'ng iyiq yulduzlar to'pi sening to'hpangni biladi. To'hpa? Mening nada to'hpam bor? Cho'ng iyiq yulduzlar to'pi bizni ko'rdi. Cho'ng iyiq yulduzlar to'pi bizga Sinbaning to'hpalarini ko'rsatgan. Sинба, xatar oldida sen botirliging ham farosatingni ko'rsatding. Nega kechirgan? Jasbini chiqayli. Hayron qolma. Cho'ng iyiq yulduzlar to'pi sening hamma ishingdan xabardor. Qara, biz ehtiyot qilsak bo'g'ida. Yuvashroq bo'laylikmi? Sinba, seni cho'ng iyiq yulduzlar to'pi o'rmon podshohi bo'lishga tanlab bo'lgan. Men o'rmon podshohiman? To'g'ri. Cho'ng iyiq yulduzlar to'pi sen biliming bilan Sinbaga ilhom bergin. Uning o'rmonlikdagi hayvonlarga baxt yaratish uchun botir podshoh bo'lishini tilayman. Cho'ng iyiq yulduzlar to'pidagi yulduzlar kuchini Sinbaga ato qilg'ay. Podshoh oliylari, biz hozirla orzulari bo'yicha ish qilamiz.
to'p rahmat. Men sizni menga unutmayman. O'rmonlikdagi hayvonlarning baxtli yashashiga kafolat qilaman. Cho'ng oyoq yulduzlar to'pi sana aql farosat ato qildi. Biz boylik topamadik, ammo u podshoh bo'ldi. Biz amal topamiz, aldiraman. Nimaga qarab turibsizlar? Sen bora tabriklayman sizlar. Sen podshoh bo'lding. Seni tabriklayman Sinba. O'qib qolibsizlar. Tinchliklar. Podshoh chiqariladi. Men davlatimizdagi barliq faqira qo'ng'izlarning bugun oqshom ishlamasligini buyurayman. Синба батырлык кылганы үчүн чоң ыйык юлдузлар топи уни орманлыктагы хайванларның падишалыгына таллады. Оның орманлыкны гүлләп яшынтышны үмүт кылыман. Бая хаммаңлар көрдүңлар. Чоң ыйык юлдузлар топи өзүнүн күчүнү онунга берди. Юлдузлар уни адыл падиша болушка жетеклейди. Синба ajab talaylikkan. Albatta, u degan shirt tursa. Ko'pchilik, tinchlaninglar. Men sana bir sovg'at beraman. Nurning kuchini sana o'tkazaman. Sen xatar ichida qolgan yoki ojiz hayvonlarni qo'g'digan chig'indilar shiltalaysan. Sol qo'lingni ko'tar. Men huquq qasam orqali nurning kuchini sana o'tkazaman. Синба, men sana o'tkazgan kuchni faqat amalsiz qolganda ishlat. Va'da berman. Haqqoniyatni qo'g'daydiganlar ondan bu kuchni ishlataman. Bu gaping joyida bo'ldi. Bu sen olgan eng yaxshi sovg'at bo'ldi, do'stim Sinba. Bu sovg'atni men qadrlayman. Bugun biz tantana bilan tabriklaylik. Qari chekatkini tepkilinglar. Do'stim, tabriklash uchun bir payda chepbagin. Buyruqlarni o'rlayman, alilari. Do'stlarni o'stish uchun bir payda chaqin. Do'stlar, endi sizlarni o'rmonlikqa uzatib qo'yamiz. Chapsanmanglar. Yo'linglarni yo'ritib turamiz.
nishi oldu? Bilmayman. Ularga agishayli. Aha. Bu paqira qo'ng'izlar sehrgarga o'xshaydi ekan. Ular Simbaning o'rmonlikdagi hayvonlarning podshohi qilib bekitilganligini qanday faraz qilgan bu? Buni tadqiq qilib boqaychimi? Biz qaytib keldik. Biroqqa. Pek chiroyli bo'lib ketibsan. 7 yulduz bor ekan. Dadangni unutib qolma. O sendan faxrlanadi. Bu yulduzni cho'ngiq yulduzlar topib berdimi? Shundoq. Bu eng qimmatli sovg'at. Shundoq. Ham eng oliy sharaf. To'g'ri. Biroq men yana do'stlarim bilan o'ynay olmaymanmi? O'ynasam bulamdi. Bo'ladi. Boshqalarni hurmatlasangmi bo'ladi. Ma'qul. Endi yatqin. Hozir sen muhim arbab. Ne deyapsan? Ha? Men yanliman. O'zgarmayman. Bu mening papam. Bu pek eskikan. Eski ve ko'z kichik. Rost qaramayli. Bir apa, ular topumni osurmaydi. Sen o'zingni yot hisoblamasliging kerak. Turmushda emgak qilib qolmay yana nurg'un ishni o'rganib olish kerak. Masalan, xushallikdan tang bahramand bo'lish degandek. Bo'ldi. Kashf ketdi. Uxlanglar. At so'zlashayli. Badaningdagi yulduz osmondagiga o'xshashgan, ha? Bu eng qimmatli sovg'at. Mening mana shunday sovg'aga erishkim bordi. Bu yerda boylik yo'q ekan. Yana izlab baqayli bo'lamdi. Hey, Simes. Xayrli kash ko'pchilik, aram elinglar. Rahmat sana. Rahmat. Obdan uxlab, yaxshi tush ko'rishinglarni tilayman. Синба uchun cho'ng ayiq yulduzlar turkumi tarafidan tanlanish eng oliy sharaf edi. Ammo ustiga olgan mas'uliyatmi intayin cho'ng edi. Undaqda cho'ng ayiq yulduzlar turkumining tanlashi to'g'ri bo'lganmi? Синба o'z mas'uliyatining höddəsidan chiqa olamdi. Buni keyingi qismdan ko'ringlar.